erkak gaplashmay qo'yishi charchagandan emas. U shunchaki siz bilan gaplashishni xohlamaydi. Munosabatlarni jinsiy aloqa emas, ayolni ozodaligi, yoshligi, go'zalligi, pazandaligi, bolalar emas, dildan suhbat ushlab turadi. Juda ko'p oilalarda mana shu dildan samimiy suhbat yetishmaydi. Va bunday oilalarda avval qalb bir-biridan uzoqlashishni boshlaydi. Ya'ni ro'zg'or, bola-chaqa, shundan boshqa gap qolmaydi. Dildan dil uzoqlashadi, qalbdan qalb uzoqlashadi. Umumiy mavzu qolmaydi erkak va ayolning o'rtasida. Bunday juftliklar albatta bir kun kelib uzoqlashib ketadi. Chunki ularni ushlab turadigan dildan suhbat yo'q. Suhbat yo'q joyda. Munosabat yo'q.